3,5 ga 5,5, 3,5 ga 4,5 metr, 3,5 ga 4 metr. Bundan tashqari 3 metrga 5 metr, 3 metrga 4 metr. Shunaqangi razmerlar sizning xonadoningizda mavjudmi? Aynan bu video sizlar uchun. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Hammalaringga xayrli kech. Inshaalloh bugun hozirgi aytilgan razmerlarga tushadigan gilamlarni bitta, ikkita yoki 3 ta emas, 6 talik set qilib beraman sizlar uchun. 6-razmerini o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib, like bosib, videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Inshaalloh narx-navosini hammasini bitta jamlab, sizlarning yangi uylaringga inshaalloh manfaatli, arzon narxda 6 ta gilam tavsiya qilaman. Yoqadigan bo'lsa, bitta like bosib, hozirgi kunda gilam olaman degan tanishlaringga jo'natib qo'yish ham eslangizdan chiqmasin. Xo'p, boshladik bo'lsa. Birinchi hamma so'rayotgan, hozirgi kunda biz shu videolarimizni o'tkazmasdan duo qilib ko'radigan, hojonalarimiz so'raydigan Bardoviy svetdan boshlaylik. 3,5 metrga 5,5 metr. Bu razmerimiz kichkina razmer emas. 3,5 metrga 5,5 metr. Orqalari 100% kanop to'qimali bo'ladi. Orqalari 100% kanop to'qimali. Biz gilamda ko'proq aytib o'taman. Orqa to'qimasiga gullari, ranglari o'tgan. Faqat kilidi o'zi bilan ushlatib qo'yilmagan. To'quv jihatdan ham o'ziga yarasha xizmat qiladigan gilam. Yurganda oyog'ingiz bemalol lansetini his qiladi. O'ta darajada yupqa gilam emas bu. Hozirgi kunda shu turishi bir donasini o'zi 1,400,000 so'mdan 1,800,000 so'm, 2,000,000 so'mga sotiladi. Eng minimum narxi 1,400,000 so'mga sotiladigan joy ham kam deb o'ylayman. Sababi razmeri katta, sifati ham sifatli bo'ladi. 1,400,000 ga olish uchun ham bozorda kami 2 soat, 2,5 soat vaqt so'tib aylanish kerak. 3,5 metrga 5,5 metr. Men donalabga narxini aytib o'tib ketaman. Hisoblab turinglar va ofisida bitta jamlab sizlar uchun setka narxini chiqarib beraman. 3,5 ga 5,5 metr bo'ldi birinchi razmerimiz. Keyingi razmerimiz 3,5 metrga 4,5 metr. Bismillah. 3,5 metrga 4,5 metr. Qizaloqlarimizning uylariga ochroq seri svet xohlaganlarga 3,5 metrga 4,5 metr. Orqalari 100% kanop to'qimali bo'ladi buni ham. Ro'zg'orga ishlatgani ham menga eng yoqqan tomoni bularda biror narsa to'kilsa boshqa bo'lsa, oddiy salfetka yoki o'zini maxsus vanishi bor, arzon turadi. Vanishni o'zida tozalasangiz ham dog' ushlab qolmaydi bular. Materiali polipropilen bo'ladi. 3,5 metrga 4,5 metr. Keyingisiga yana bitta 5 metrlik ilonimiz. Razmeri 3 metrga 5 metr. Hozirgi kundagi hovli uylarimizda 90-95% da shu ko'rsatayotgan razmerlarim mavjud. Shuning uchun kommentariyada ham ko'proq so'ralgan razmerlarni imkon qadar yig'ib hammasini bitta qilib 6 talik set qilyapmiz. 3 metrga 5 metr eng hadovoy razmerlardan narxi 1,300,000 so'mdan 1,700,000 so'mga sotiladi. Shu turishi yaqin o'rtada shunaqa summada 3 ga 5 gilam olgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qo'ying va biz общий oxirida aytgan narximizga bitta like bosib qo'yasiz. Xo'p, keyingi razmerimiz 3,5 metrga 4 metr ekan. 3,5 metrga 4 metr mana. 3,5 metrga 4 metr. Bular asatga tovarlar bas. Hammasi biz obunachilarimiz biladi. Har dushanba tushiramiz. O'tgan dushanbada kelgan yuklar 3,5 metrga 4 metr. Shu turishi minimum 1,300,000, 1,5 so'mga sotiladi. Undan arzon yo'q deb o'ylayman. 3,5 metrga 4 metr. Orqalari, buni ham orqasi to'qimali. Bular palos bas. Bular metriga emas, turishiga narxini aytib o'tib ketyapman va oxirida bitta 6 talik jamlab aytaman. Orqalari 100% to'qimali, gullari tiniq o'tgan. 3,5 metrga 4 metr. Nalishnikda inshaalloh 10 komplektdan oshqo'boz hozir aytayotgan razmerimizdan. Xo'p, keyingisi 3 metrga 4 metr. Bunisi ham biz duo qilib turadigan, hojonalarimiz ko'proq so'raydigan Bardoviy rangda. 3,5 metr, 3 metrga 4 metr razmeri. Shu turishi minimum 800,000, 1,100,000 so'mga sotiladi. Endi ofisini bitta hisob qiling. Hozirda 5 ta razmer bo'ldi va oxirisiga biz har doim bir dona bo'lsa ham hadiyamiz bo'lgan. Kichikroq razmer emas, aynan 2 metrga 3 metrlik. Bitta oshxonangizga bemalol tushadigan razmer. 2 metrga 3 metr.
Shu turishi bozorlarda 350 ming so'm, 400 ming so'm sotiladi. Buni oldin videolarimizni ko'rib, muntazam kuzatib boradigan bo'lsangiz, 260 ming so'mga qo'yganmiz. Nalishnikda bor, alohida olaman deydigan mijozlarimizga 2 metrga 3 metr. Minimum 300 ming, 350 ming sotiladi. Endi ofshi bitta hammasini hisob qilib ko'ring. 3,5 ga 5,5, 3,5 ga 4,5 metr. 3,5 ga 4 metr, 3 ga 5 metr, bitta 2 ga 3 hadiyaga 3 ga 4 metr. Ofshi hammasi 6 ta razmer. Farg'ona va Marg'ilon bo'ylab dastavkasini ham qilib beraman inshaalloh. Hamma aytilayotgan razmerimiz narxi ataga 4 million so'm. Hammasi 6 ta razmer 4 million so'mga Farg'ona yoki Marg'ilonda joylashgan bo'lsa uyingizgacha yetib borishini ta'minlab beraman. Boshqa viloyatlarga Andijon, Namangan telefon qilaverasizlar. Taksi orqali chiqarib beramiz. Qo'qonga, Rishtonga, Oltiariq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Taksi orqali chiqarib beramiz. Hattoki Toshkent shahargacha taksidan chiqarib beryapmiz. Uylariga rasa borsa 200 ming, 300 ming oralig'ida yetib boryapti. Endi manziliga qarab nisbatan zarar bo'lsa 1 million 300 ming, 350 ming so'mgacha borib qolyapti. Ofshi 6 ta razmer. Bizga obuna bo'lib, bizni kuzatib, muntazam videolarimizni o'tkazmasdan ko'radigan obunachilarimiz uchun, yangi hovli qilgan obunachilarimiz uchun hammasini bitta jamlab turib, narxini 4 million so'm qilib berdik. Ekranda nomerlar qoldiryapmiz. Bizni doim kuzatib turgan insonlar bo'lsa, hammalariga kattakon rahmat. Ushbu ko'rib turgan videolaringni ham yaqin orada gilam olaman degan tanishlaringga jo'natib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin. Keyin oxirida eslatib o'taman, sizlar necha pul taxmin qiluvdilar va biz aytgan narx sizlar o'ylagandan arzon bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish ham eslangizdan chiqmasin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilomlari markazi. Biz hozircha boshqa filialimiz yo'q. Telefon qilib kelaverasizlar. Ekranda qo'yilgan nomerlar ishlaydi inshaalloh. Biz bilan vaqtingizni va har doimgidek pulingizni tejang, tuningiz osuda va barokatli bo'lsin. Hammalaringga kattakon rahmat.